Hozir bir narsani eshitib qoldim do'stlar. Odam nima yesa, xarakteri ham, tabiati ham shunga o'xshab borar ekan. Mana arablar ko'proq tuyani go'shtini yegani uchun ular ish masalasida ham, hamma masalada bemalol o'zini tutadi. Boshqa xristian millatlari bo'lsa, ko'proq cho'chqa go'shtini yeydi, xarakteri ham, tabiati ham shunga mosroq bo'lib ketadi. Bizchi asosan biz o'zbeklarimiz nima fikrdasizlar? Biz nimani go'shtini ko'proq yeymiz-ku, bizning xarakterimiz qanaqa bo'ladi? Bu yerda kimnidir kamsitish emas. Faqat hozir buni eshitib qolganim uchun mana sizlarga shuni video murojaat qilyapman. Arablar bilan agar gaplashgan bo'lsanglar, haqiqatan ham ular tabiati shunaqa bemalol, shoshilmasdan, даже milisasi bilan gaplashib qolsangiz ham xotirjam gapiradi. Bu shu ular tuya go'shtini ko'p yeganidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zingizlar fikringizni izohda yozib qoldiringlar.